Kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun kompensatsiya olish imkoniyatiga ega. 2026-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun onlayn murojaat qilish orqali kompensatsiya olish imkoniga ega bo'ladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari, ijtimoiy xodimlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali qabul qilinadi. Agar oila ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa, kompensatsiya avtomatik tayinlanadi. Daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan yuqori bo'lgan ortiqcha mulk yoki avtotransportga ega oilalarga kompensatsiya berilmaydi. Arizalar har oyning 16-sanasiga qadar qabul qilinadi. Audio Jungle.